Miki. Oy adaş, siz nima o deniz sahilda o'tagandek ko'zoynak taqib o'tirib ketdingiz? Adaş ko'zoynakni nasıl chiqib qapti keldigina, shuni taqib olgan. Jurnalist chiqib qoldimi yo bir mush peshvoning izlari chiqib qoldimi? Ne bo'ldi? Ey ma'quljon, urma seni nima bo'ldi? Ma'quljon, meni qilgan shu adam. Ey adam. Bo'ldi adasham. Necha vaqtdan bersam shu ma'quljonni bo'za qilib yurgan adash. Ichiga patmay ambiramiş qo'ygan o'xshaydi, ada kechiriydi. Ma qo'yib adam go'shaydi, eri adam mushaydi deb keldi. Kechiriydi. Voy adaş, ma'quljon, bir umr ya go'shingiz emmay, ya mushingiz emmay, hech qanday ablashtiramay o'tib ketdi. Ay, uğralabdi meni. Undan nima bo'ldi ma qosh qapoqlaringga? Voy, ashuna urush qolgandim, degan o'ndisam bundaydi, bundisam undaydi. Achchig'im ketmiş, yinim qarsam balamni uyuchuq turib ketgan. Bir nassam, o'ng'i tegmay, tongi tegib, qon qilib ketmiş ko'zimga. Voy, men texma ma'quljon. Oxir g'ayrat kelman, nojigulni uribdi deb o'ylagdim dexchi. Adaş g'ayrat keldi, bak g'ayrat keldi. Lekin to'xsiz o'zligidan men o'rnimdan dasturman, og'zin qarab o'tdamayman. Men bir ishlar mablag' silib, sodlan qilib, cho'ng-cho'ng puldan topay deb yurdik. Voy, toza yaxshi qilibdi-ku sen necha vaqtdan beri shu ishdan sirt pul topmada ma'quljon men rohat turmush kechirmadi deb qoqshab o'tatdim. Toz ko'nglingdek qilibdi-ku. Adaş unda deganing bilan qarab, sharqdoshimizning shu siqib yurib yig'ib qo'yganizroq pulimiz bor ekan. Shu pul birimda yo'yerchilarni paydo olaman deb yursa, u bir mablag' solman deb yurdi qaradash. Endi xo'tom shu pulni qimsan topib qo'lmaydi ekan, pulni topib qo'li bo'ldi ekan. U bu deb yurdi qara. Yaxshi topdim. Yurgicha men o puldan bir mashinada 100 topay deb yurgan. Voy, endi sen shu ma'quljon oxir g'ayrat kelgandan keyin bir qo'llab qo'ysang bo'ladi, sen xotin olgandan keyin. Ara yıkan pulumuzni bir narsaga mablag' solman deb ziyon tortib ketsa adash. O pulum yo'q, mashinam yo'q. Men o choyda qizlarga mashina olman deb qo'yib qo'yganligina erini gap o'tkazamabdi deb men zonliq ketdim. Bu deb bo'lganligina ash gaplarni qilmasdan burula. Hey, ma qo'lni kesmigicha qon chiqmaydi deydigan gap adash. Ma'quljon u puldan chiqib bir qima o'ynayman yo uyon tomosha qilma demagandan keyin bir ish qilay, sodiq mablag' solaydigan keyin sen ayol bo'lgandan keyin bir rag'batlantirib qo'llash u yoqda tursin, urushib shuningina bu yerda. Adaş tuyuqsuz mesela hamda almanda ziyoda atib qolsa, o pulum yo'q, meni olmoqchi boshlam yo'q, ishqi qo'limizni burnimizni qiyib o'tiramdi. Ey adash, sen shundan mas kelgan bir ish bor ekan, to'xtigina bo'pti deb beray degan. E'tibor ko'ruvchi qara bir faoliyat qilibdi. Ammo shu xillikan bor-ku, shunda xalq yaxshi ko'rib iste'mol qilayotgan inzim, shuningdan mol kirgizganlarga mashin so'qildi. Men qatnasha olamsan ya? Voy, men nojiga unda tikolar tushmayman. Anglab ketdim adash, mol kirgizsangiz mashin so'qildi, paq mashinani so'qilib, oyda manchi pulliq mol to'liqlan deb, sizning o'zingning pulliq shu mashinani dekonsin to'lab bergan shu voy undab aldamchiliklar uchun ishlamayman. Ey, Feyzgul do'stim, azaldan sanmi ganjing ishlarni tunishtirdi-ku do'stim. Bu e'tibor ko'ruvchi adash bu faoliyat munda qilib qara. 108.980 ko'yliq mol kirgizsang, 136.900 ko'yliq shoferlarning dolu mashinasi sen amroq yo'ye mashina so'qildi-ku. Sen degandek undan bo'lib qilib yurmaydi-ku boshqalar. Cho'nko'n qilib qo'lan tutqizib qo'ydi-ku adash. Endi yaxshi razoshta bo'lib qolsa. Oshta shu. Ma'quljonmi, axinglikam inzimini setib pul topib ketdim. Men yo'yechana deb 100 topib ketgan. Shu adash bu g'o'zlak shundan mas kelgan-ku hamda son bormi yo'qmi bilmayman degan adash 50 yil son borgan men tizimni oldim adash meni chaqqa opera shirkatga adash men bizning oilamizning mojarosini yil bizdan 10 shirkatga chaqqan boradi. Jura ber bag'ilma ko'zayinkan taqa yuzimni ketmay adash ma'lum. 点赞关注百事。抖音。